Agar bitta dona notebook tanlash kerak bo'lsa, katta ehtimol bilan aynan ushbu modelni tanlardim, chunki buni narxi xarakteristikasiga 100% arziydi. Talaba bo'lasizmi, o'qituvchi bo'lasizmi, IT sohasini o'rganmoqchimisiz, buxgaltermisiz, ofislarda ishlaysizmi, istalgan soha uchun mos tushadi. Buni bemalol universal model deb aytsa bo'ladi. Bugungi obzorimizda Amerikani eng mashhur brendi bo'lgan Dell Inspironni unpacking qilamiz. Video davomida nima uchun aynan ushbu notebook boshqa notebooklardan yaxshiligini bilib olasiz. Biz obzorni boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Texnechain. Bugungi obzorimizda ham notebook, ham planshet bo'ladigan Dell Inspiron modeli. Korobkamizning ichidan nimalar chiqadi? Har doimgidek makulatura, hop, o'zini maxsus yili hamda notebookimiz shunaqa upakovkada bo'ladi. Hop, notebookimizning korobkasidan shunaqa zaryadchiga chiqadi. Buni uchi ko'rib turganinglardagi Type-C, bunda bemalol telefoninglarni zaryadga qilsanglar bo'ladi, qo'rqmasdan. Hamda endi notebookimizning o'ziga keladigan bo'lsak, shunaqa chiroyli rangda. Buni rangini seriyam desa bo'ladi. Nomiga och havo rangi ham o'xshab ketadi. Ya'ni rangi to'lanadi, yorug'ga olib chiqsanglar ko'kroq, qorong'iroqda seriyroq ko'rinadi. Notebookimizda ko'rib turganinglardek shunaqa ixcham, yupqa dizaynga ega. Bu notebookimizda aytib o'tganimdek transformer notebook, ya'ni bemalol 360 gradusga aylantirib planshet qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Notebookimizni boshqa notebooklardan ajratib turadigan asosiy jihati bu uni metallический korpusi hisoblanadi. Ya'ni korpusi boshqa notebooklarga nisbatan baquvvat. Endi raz'yomlariga keladigan bo'lsak, shu har doimgidek notebooklarda bo'ladigan HDMI, USB-A hamda ikkita Type-C bor. Bu bitta Type-C dan zaryadga oladi. Xo'p, endi bu tarafiga keladigan bo'lsak, oddiy USB-A, naushnik uchun port hamda fleshka uchun slot ham bor. Ya'ni bu montajyor, videograflarga juda ham kerakli slot hisoblanadi. Endi ichki tarafiga keladigan bo'lsak, oddiy klaviatura, bunda ruscha harflari yo'q, lekin biz gravirovka xizmati bilan ruscha harflar ham chiroyli qilib yozib beramiz. Bu notebookimizda podsvetkasi bor, bemalol ishlatsanglar bo'ladi hamda eng qulaylik jihati bunda xavfsizlik uchun отпечаткasi ham bor. Xo'p, touchpad katta, keng, bemalol ishlata olasiz. Bu notebookga eng yaxshi jihati, siz mishga olib o'tirmaysiz. Ya'ni xohlasangiz touchpadini ham ishlatasiz hamda shunday 360 gradusga o'girib planshet qilib ham ishlata olasiz. Bemalol ruchka bilan konspektlaringizni qilsangiz bo'ladi, rasm chizsangiz bo'ladi. Notebookimiz juda ham udobniy, bemalol 360 gradusga aylantirib ishlata olasiz. Buni Omnibookdan boshqa notebooklardan ajralib turadigan asosiy jihati buni protsessori HS hisoblanadi. HS nima degani? Bu degani protsessoringiz to'liq kuchda ishlaydi. Ya'ni istalgan og'ir dasturlarni ishlata olasiz. Bu yerda faqat Google'da yoki Word'da ishlashga emas, bemalol kod yozishga, montaj qilishga bemalol kuchi yetib beradi degani. Nimaga o'zi obzorimizda aynan ushbu modelni tanladim? Birinchi eng asosiy sababi bu narxi. Baribir notebook olganimizda narxiga ko'proq e'tibor beramiz. Buni narxi xarakteristikasiga juda ham zo'r tushadi. Ya'ni bu berayotgan xarakteristikasiga bunaqa narxdagi notebook juda ham kam. Misol uchun oddiy Omnibookni olsak, xuddi shunaqa ko'rinishga ega, funksiyalari ham bir xil, lekin bundan $200 qimmat yuradi. Bu bo'lsa amerikanskiy brend bo'lishiga qaramasdan Omnibookdan $200 arzon. Buni qulayligi, buni asosiy qulayligi, buni 360 gradusga aylantirib bemalol planshet qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda o'zi bilsanglar, notebook olganda aynan shu jihatiga e'tibor berishyapti, chunki qulay. Misol uchun notebookda faqat odam ishlab o'tirmaydi, ya'ni dam olib kino ko'rgisi keladi yoki kitob o'qishga ham juda ham qulay. Ya'ni istalgan soha uchun mos tushadi. Talabalarga, marketing sohasidagilarga, ofisdagilarga, o'qituvchilarga ham zo'r tushadi. Bemalol prezentatsiyasini ko'rsatishga juda qulay model hisoblanadi. Ikkinchi asosiy sababi bo'lsa, buni protsessori hisoblanadi. Oddiy ofisning notebooklarda zaryadkasi ko'proq yetish uchun U protsessor ishlatishadi. Ya'ni protsessor to'laqonli kuchdan foydalanmaydi. Shuni hisobiga zaryadkasi ham ko'proq yetadi. Bunda HS ishlatilgan. Ya'ni bu sizga faqat Word, Excel ishlatishga emas, og'ir dasturlarni ham bemalol qiynalmasdan ishlayveradi. Zaryadkasi qanaqa degan savolingizga buni alohida test
qilib ko'ramiz. Zaryadkasi ham anchaga yetadi. Hamda ikkinchi asosiy sababi buni doimiy xotirasini ham, tezkor xotirasini ham bemalol upgrade qilsanglar bo'ladi. Bu nimaga kerak desanglar, misol uchun notebook oldinglar, bemalol 3-4 yil ishlatdinglar, u sekinlashishni boshlaydi. Bu tabiiy holat. Shu payt tezkor xotirasini ham, doimiy xotirasini ham bitta kuchaytirib olsanglar, notebookinglar yana 5 yilga indamasdan xizmat qilib beradi. O'zi notebook olganda imенно shu joyiga ahamiyat beringlar. Ya'ni upgrade qilsa bo'lsa, ya'ni kuchaytirsa bo'lsa, buni olish kerak. Chunki bemalol uzoq vaqtga ishlata olasizlar. Hamda buni oxirgi asosiy sababi bu Dell brendi hisoblanadi. Bu hech qanaqa Xitoyni, hech kim bilmaydigan brend emas. Bu amerikanskiy haqiqiy sifatli notebook hisoblanadi. Dell ishlatadigan tanishinglardan o'zi so'rasanglar, kamida 5 yildan beri ishlatayotgan bo'ladi. Hech qanaqa muammosi chiqmagan bo'ladi. Buni bizada 1 yilga garantiyasi bilan olsanglar bo'ladi. Endi notebookimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bunda protsessori AMD Ryzen 5 so'nggi avlod hamda HS turibdi. O'zi hali aytib o'tganimdek, HS o'zi nima degani? HS degani protsessorning maksimal kuchidan foydalanadi. Ya'ni energiyani ko'proq yetkazadi va shunga yarasha kuchli ishlab beradi. Hozirgi kunda nima dastur bo'lsa, bemalol ishlata olasiz. Umuman qotishlar bo'lmaydi. Bir vaqtda o'zida ham Excel, ham Telegram, ham coding, umuman hech qanaqa dasturda qiynalmaydi. Lekin bu protsessor bitta minus tarafi, siz tokka tiqsangiz maksimal kuchidan zo'r foydalanib beradi. Tokdan olganingizda bo'lsa sal kuchsizlanadi. Ofisning boshqa notebooklarda u tokdan olasizmi, tokka tiqasizmi, baribir oddiyroq, kamroq ishlab beradi. Ya'ni maksimal kuchidan foydalanmaydi. Bu notebookka protsessori moshni, istalgan dasturlarni bemalol ishlata olasiz. Qisqa va sodda tushuntirsa, hozirgi kunda nima qiyin dastur bo'lsa, bemalol ko'tarib beradi. Buni tezkor xotirasi 16 GB DDR5. 16 GB o'zi menga yetadimi deb savol tug'ilishi mumkin. 16 GB bemalol yetib ortadi. Bu notebookni olsanglar 2-3 yilga umuman hech qanaqa dasturda qotishlar bo'lmaydi. Bemalol dasturdan dasturga o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni bir vaqtda o'zida 20 tagacha dasturlarni ishlatasiz, lekin qotishlar bo'lmaydi. Endi doimiy xotirasiga keladigan bo'lsak, 512 GB. 512 GB o'zi oddiy odamga bemalol yetib ortadi. O'zi 256 olishadi, u ham o'zi yetib ortadi. 512 GB olganinglarni bitta plyus tarafi, sizlar daniylarni bemalol saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hali o'tganimdek, mabodo bu kamlik qilsa, bemalol 512 GB dan kuchliroq, ya'ni ko'proq xotira qo'yishingiz mumkin. 1 terabayt bo'ladimi, 2 terabaytmi? O'zingizlarning budjetingizga qarab qo'yasizlar. Xo'p, video kartasiga keladigan bo'lsak, bunda RTX 5090 turibdi demayman, chunki baribir notebookimizda ofis notebooklarga yaqin. Video kartasi AMD Radeon Graphics. Bu nima degani? Siz 3D sohalaridan tashqari istalgan sohada ishlata olasiz. Ya'ni montaj ham qilsangiz bo'ladi bunda. Photoshop ham ishlatsangiz bo'ladi. Onlayn ishlarga-ku umuman qiynalmaydi. Zoomda ham bemalol 2-3 soatlab o'tirsangiz hech qanaqa qizishlar bo'lmaydi, qotishlar bo'lmaydi. Xullas maza qilib ishlatasiz. Endi ekraniga keladigan bo'lsak, ekrani 14 dyum IPS 300 nits, lekin bir qarashdan OLEDga ham o'xshab ketadi. Endi test qilib ko'rsa ham bo'ladi. Endi ekranni test qilib ko'ramiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Buni ekranni ko'rgan odam IPS emas, OLED deb aniq o'ylaydi. Chunki shunaqa tiniq ko'rsatyapti. O'zim ham OLED deb o'yladim, lekin xarakteristikasini qarasam IPS ekan. Endi biratolasi shu paytda uni kolonkasini ham tekshiramiz. Ovozini o'zingizlar eshitdinglar, ovozi zo'r, tiniq, ya'ni kolonkasidan hech qanaqa muammosi yo'q. Endi notebookimizning eng asosiy afzalligi bu uni planshet bo'lishi. Ya'ni bemalol 360 gradusga aylantirib, planshet qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi sensorlarni tekshirib ko'rsak bo'ladi. Sensori yaxshi. Bilsanglar, ko'p 360 gradusga aylanadigan notebooklarda sensori sal xafaroq bo'ladi. Ya'ni bossanglar sekin bosiladi. Bunda ko'rib turganingizdek, shustrikroq bosilyapti. Ya'ni srazi bosilishi bilan bu yerda funksiya ketyapti.
sensoridan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Ko'pchilik beradigan eng asosiy savol bu zaryadkasi qanchaga yetadi? Chunki baribir notebook olganinglarda zaryadkasi sizlarga uzoqga yetishi kerak. Tem bo'li bu HSS bo'lganiga zaryadkasi tezroq ketadi, lekin biz atik buni test qilib ko'rdik. Testimizda ko'rishinglar mumkin. 100% dan 50% gacha ishlatganmiz. Biz orada YouTube ham ko'rdik, ish ham qildik. Xuddi oddiy odam qanaqa ishlatsa, xuddi shu ishlarni qildik. Shunda 50% zaryadkasi bizga 3,5 soatdan ortiqqa yetib berdi. Ya'ni sizlar zaryadkasini 100 dan 0 gacha ishlataman desanglar, bemalol 7 soatga yetib beradi. Даже undan ham ko'proq. Chunki biz hech qanaqa zaryadkasini tejashga harakat qilmadik. Maksimalniy bor kuchidan foydalandik, bor yarqisidan foydalandik. Qisqa qilib aytganda, bunda zaryadkada hech qanaqa sizlarda muammo bo'lmaydi. Bir kunga bemalol yetib beradi desa ham bo'ladi. Bu notebookga bitta eng asosiy fishkasi, misol uchun notebooklarning zaryadkasi uyda qolib ketdi, sizlarga kerak. Menga qaysi zaryadchik tushadi deb qidirib yurmaysizlar. Shundoq yaxshi Type-C zaryadchik bilan bemalol buni to'ldirib olsanglar bo'ladi. Buni teskarisini ham qilsanglar bo'ladi. Misol uchun telefoningizning zaryadkasi kam, notebookingizda ko'p. Sizlarga telefoningiz kerak. Bemalol Type-C sim orqali notebookinglarni xuddi power bank sifatida foydalansanglar bo'ladi. Endi notebookimiz kimlar uchun mos degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu istalgan soha uchun mos tushadi. Agar siz arxitektura hamda 3D sohalarda ishlamasangiz, qolgan barcha sohalarga mos tushadi. Buxgalteriya, ofisda ishlaydiganlarga, treyderlarga, talabalarga, ayniqsa talabalarga juda ham qulay, chunki prezentatsiyasini ham qila oladi, kitobini ham o'qiy oladi, hamda bo'sh vaqtida bemalol shunday 360 gradusga aylantirib kino ham ko'rsanglar bo'ladi. Agar notebookimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Keyingi obzorimizda qaysi notebookka obzor qilinglar yoki kimlar uchun obzor qilinglar, o'shani yozib qoldiringlar. Notebookimizning narxini kommentariyaga yozib qoldiraman. Eslatib o'taman, butun O'zbekiston bo'ylab bepulga yetkazib beramiz.